O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining buyrug'iga muvofiq Sen iste'dodlisan respublika tanlovining hududiy bosqichlari mamlakatimiz bo'ylab davom etmoqda. Mazkur tanlov Men ham shu vatanning bir bo'lagiman shiori ostida o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan Quva tumanidagi 2-umumta'lim maktabida tanlovning tuman bosqichi bo'lib o'tdi. Unda 66 nafar iqtidorli o'quvchi estrada vokal, an'anaviy ijrochilik va tasviriy san'at yo'nalishlarida o'z mahoratlarini namoyish etdilar. Tanlovimizda hozirda o'quvchilarimiz tarixiy obidalar va tabiat yo'nalishi bo'yicha rasm chizishyapti. Tarixiy obidalarimizga o'quvchilar o'zi ustozlari orqali olgan bilimlarini namoyish etishsa, tabiat bo'yicha o'quvchilarimiz tasviriy san'ati bo'yicha salohiyatlarini ko'rsatishyapti. Tadbirning asosiy maqsadi inklyuziv ta'lim sinflarida yoki uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan o'quvchilarning iqtidorini qo'llab-quvvatlash, ularni madaniyat va san'atga bo'lgan qiziqishini yanada rivojlantirishdir. Bu tanlov asosan 3 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqich tuman bosqich, ikkinchi bosqichi viloyat hamda oxiri respublika bosqichlari bo'ladi. Bu tanlovdan asosiy ko'zlangan maqsad mana shu uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan o'quvchilar hamda inklyuziv sinflarda ta'lim olayotgan o'quvchilarni madaniyatga, san'atga bo'lgan qiziqishini yana ham uyg'otish hamda bolalarda ichidagi talantini aniqlab olish. Sen iste'dodlisan tanlovi nafaqat yoshlarning iqtidorini yuzaga chiqarish, balki ularning jamiyatga moslashuvi, o'z salohiyatini ko'rsatishga zamin yaratadigan muhim loyiha sifatida e'tirof etilmoqda. Tanlov yakunida 1-, 2-, 3-chi o'rinni egallagan iqtidorli ishtirokchilarga Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Eslatib o'tamiz, 1-o'rinni egallagan o'quvchilar tanlovning keyingi bosqichiga yo'l oladilar. Hasanboy Ibrohimov, Rustamjon Muqimjonov, Ruxsor News uchun maxsus.